emasdi, oddiy odam edi. Otasi mavlolardan edi. Alloh taolo aytgan, astagfirullah, inna akramakum indallohi atqokum. Sizlarni Allohning huzurida hurmati balandrog'ingiz, taqvodorrog'ingiz. Kim Allohdan ko'proq qo'rqayotgan bo'lsa, shu odam millati, ilmi, rangi, puli qanaqaligi muhim emas. Shu odam Allohga yaqinroq bo'laveradi. Payg'ambarimiz aytganlar-ku, arabiyni ajamiydan afzalligi faqat taqvo bilan bo'ladi. Qaysinisi ko'proq taqvo qilyapti? Shu ulug' bo'laveradi islomda. Qarang, mavlolardan bo'lgan Abdulloh ibn Muborak, mana Muborakning o'g'li Abdulloh o'zining zamonasidagi eng peshqadam odamga aylanyapti. U kishining otasi Muborak islom yerlariga kelib, iymonni qabul qildi, to'g'ri aqidani ushlab, Allohning valilari qatoriga qo'shildi. Abdulloh ibn Muborak, u kishining